Hammaga salom. Men bugun o'rtog'im bilan hospitalga boramiz. Doktorga. Qachon kayfiyatdan ko'tariladi? Assalomu alaykum. Qalaysan o'rtoq? Yaxshi, o'zi yaxshimisan? Charchayapsanmi? Yo'q, ishlaring qalay? Tinch. Sen bilan bitta ish qilmoqchi edim, ishim yo'qdi. Shu doktorga borib kelsam maylimi? Xo'p, mayli, borib kelamiz. Mayli, ketdik. Ketdik biz. Bo'ldi. Yetib keldik. Ne bu yoq g'alati? Divanni qo'yilgan versiya puli. Nima? Svet o'ynayaptimi? Kechir. Svet o'ynayaptimi? Uyg'onmagan bo'lsa kerak. Cho'ti ko'yib g'ashdi. Mayli, ketdik. Mayli, qani. Yo'q, qorong'iligini. Mana svet yo'qdi. Mana nima? Doktor xonami shu. Mana nima rasm? G'alati rasm qo'yishibdi. Arzonga olgandir-de, arzon shuni bersa kerak. Imamki birinchi floorda yozib qo'yibdi, birinchi qavat. Demak, bu ikkinchi qavat. Voy. O svet o'ynashi, mana nihoyat bu svet o'ynasam, lekin svet bor ekan-de. Ikkinchi qavat. Ne ikkita lift? Yo'q. G'alati. Yo'q, qilamiz. Demoqchi edim, svet yana buzilib qoldi-ku. Demak, uxlab olamiz. Ikkalamiz pastda uxlaymiz. Nega ikkalamiz pastda? Bittamiz tepada uxlasa ham bo'ladi-ku. Mayli, hech nima qilmayman. Ketdim men. Ertalab bo'lganga o'xshaydi. Ketdik yangi xonaga. Yo'q. Chiroyliligini gulib bo'ladi. Hadi, gulni xilab qo'ying. Voy, sindirib qo'ydim. Ustiga chiq. Shunaqa banda, hamma narsani sindirdim. Muncha ko'p kitob. Qancha o'qish ulgurdim, Among Us. Ketdik 3-etajga. Tom bo'lsa kerak bu ham. Ketdik. Ay boshim. Kun bo'pti-ku. Zarur. Kun bo'pti. Men yo'q, nima yozib tashlashga? Nima tushunasiz? Mendan o'qish kerak o'xshatdi. Ay, ochib ko'ramiz har bittasini. Menlarni oxirgi chiqib qolsa-de, omadimizga. Hech kim chiqmadi-ku, anini ochib ko'raylik. Yesam chiqdimi? Bo'lishdi. Ammo ochamiz-de. Nima qo'yishi bilan? Hech narsa. Chiqqanga o'zimni shuncha qidirdi. Men ketdim pastga. Ay bu. Ay, oyog'im kuydi. Magnet bilan. Men bitta xonada yashayman, siz ana xonada yashaysiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Kitobni o'qib o'tiraman. Xonasiz. Men o'qishimcha turi kechasi uxlayman. Bo'lmasa urib o'ldirib qo'yishadi. Ben taksiyim. Fakat tepede boshim yetmeye sakrashga to'xtatib qo'ydi.
Kechasi ham bo'ldi. Birinchi qavatga chiqamizmi do'stlar? Mayli, chiqamiz. Ayolog'im. Juda g'alati. Nima bu? Voy? Nima bu? Ketdik bo'lsin, chaqirish kerak bo'lmasa bo'lmaydi. O'rta! Ne ishini qutlab qo'yding? Och! Kechasi nima? Men qon ko'rdim. Qayerda? Birinchi qavatda. Balki uyquchangandirsan. Iye! Shu gapni rost aytaman-ku. Ketdik xolasini birga qarab ko'ramiz. Mayli bo'lsin-chi. Plastik kerak. Ay, yana kuydi. Mana. Ani kimniki? Maniki bilmadim qattamda. Kallecha. Voy, kim bu? Qoch. Kim bu? Chiqurmanmi? Qoch. Uxlamoqchi kerak. Nima bu ishni yaptınız? Neydi bu? Qana xatosi bo'ldi. Qaniyma bitta chiqaychi. Yo'q, qochsa bo'ladi, sekin o'tiramiz. Kirganda 500 ga solamiz, og'zini battar ochamiz. O'rtog'im uyiga kiring. Qayerda u yo'q. Yaxshi. Menga chiqsam bo'ladi. Tomga chiqib ko'rsam ekan, вообще. Mayli, tomga chiqaman. Kim bor ekan? Doim ochamiz. Qo'yingchi. Yo'q, qayerda? Ay yo'q. Tamam, uyiga ketamiz. O'rtaga. Yaxshi, qamayoni tekshirishimiz kerak. Yaxshi. Ben burasının arkası çıkıyor. Ne bu? Obsidian? Vay. Yok. Yok. Kimdi bu? Ortağımı çakırış gerek. Hey! Hey! Artacağım. Adaş bu patlatırıydı öyle. Orta! Onunla duruz diye saklap taşıma. Evet. Mantı! Mahluk kurdum. Nima yana aniqsirmisanmi? Ne aniqsirayman? Bir mahlukqa qidiramiz. Mahluk bo'lsa kerak. Yo'q. Biz kechasi. Tomga chiqib ko'ramiz. Balki uyqusiz o'tgandir. Shunaqa tuyulmayotgandi haqiqat bu.
Ana kep so'rasa. Yuzimni urgin. Mani ur. Urgin. Uyqusiramanmi? Jonim umuman ketmayapti. Bo'ldi. Uyg'onishim kerak. Vaqt bo'lib qoldi. Charchabsan deydi. Ikkinchi. Ben uyqusiramayotgan odam uni haqida gapirolmaydi-ku. Uyqusiraman, unaqa qilolmadim. Voy, sen baribir ishlamayapsan-a? Nima dedi? O'sha vaqtni rost-aka, endi bildim. Yo'q. Faqat sen ishonmaysan-da, anaqa ko'rinish dedi. Xerabringa lekin og'zi ochilib ketgan. Mana ispangacha. Qonini oqib. Kishi bir usunganmi? Boya bitta kalla qoldi. O'sha narsani sirqamiz. Bo'lganini balki unga to'g'ri qilish qo'yishgandir. Qaytib ketdik. Ko'ramiz. Dolmas to'g'risidan yomon narsa ta'sir qiladi. Bu yerda kalamni kiyib ko'ring.